Mengacha mana shu xonadonimizni arzondek tuyulyapti. 6 sotiq podvoli bilan qo'shib hisoblasangiz 3 qavat 6 ta xona high-tech uslubida qurilgan. Narxini $100,000 so'rayaptilar. Siz nima deb o'ylaysiz? Arzonmi yoki yaxshi narxmi? Eng asosiysi bemalol barter qilsanglar ham bo'ladi. Kirishimiz bilan mana qarang. Keyingina katta hol bo'lyapti. Shuni chap tomonimizda oshxonasi joylashgan. Ko'ryapsizmi? O'zini katta panoramli oynaga sharoitlarni ham qoldirib ketilgan. Bu tomonda zina bo'lish kerak edi. Hali zinalari bitmagan ekan. Shundan yonida bo'lsa yuvinish xonasi hamda ichkari tomonda o'zini bitta yotoqxona, ichida sanuzel, garderoblari ham qilingan. Va bu yoqda bo'lsa katta mehmonxonaga mo'ljallangan. Ko'ryapsizmi? Orqa tomonda o'zini 1-2 sotixli qo'shimchasiga orqa hovlilari ham qilib ketilgan. Xo'p, ikkinchi qavatimizning o'zida bo'lsa yana 4 ta yotoqxona, yuvinish xona hollari qilingan. Umumiy hisobda xonalarning soni 6 ta xona plus hol bo'lyapti. Ko'chalarni ko'ryapsizmi? Keng, elitning yangi mahallamiz bo'ladi. Mana shu xonadonimiz sotilyapti. Kommunikatsiyalardan umuman muammo yo'q. Qisqa qilib aytganda, havasliysizlarmi? Market, maktab, bog'cha hamma sharoitlari bor. Lokatsiyasi Toshkent tumani, Tutzorda bo'ladi. To'liq lokatsiya Telegram kanalimizga tashab qo'yamiz. Qiziq bo'ladigan bo'lsa, shu telefonlarga telefon qilsanglar bo'ladi. Ha, aytmoqchi, bemalol barter qilsanglar ham bo'ladi.